Qizlarga musht yoshidan Arabistonda voqea yodlatiladi. Voqea Badavlatlarning surasi. Voqeani yodlab, eri-ketidan duo qilgan ayol 2 hissa baraka bilan oladi inshaalloh bugungi rizqini. O'zini navbatida erkaklar ayolini duo qilsin dedilar. Xizmatiga, tug'ib berayotgan bolasiga, ona otasi va uning urug'iga qilayotgan xizmatiga duo qilmas ekan, erkakning duosi ham qabul bo'lishi dargumon ekan. To'g'ri, hamma erkak ham yuz-yuzga qarab, boringga shukr, ming rahmat qoyillatding deya olmaydi. Lekin hattoki xufiya ichida Alloh ayolimni panohingda saqla, baxtimga omon qil, dardiga shifo bergin deb 2 og'iz ichida namozda qilgan duosi ham o'zini duosi qabul bo'lishiga zamin bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom har sahar turib, Allohim Hadijamga jannatni ato etgin deb yig'lar ekanlar. Hamma xotinlari ko'rar ekan, u hech narsa deyish olmas ekan, lekin Oysha onam g'ashlari kelib etvorar ekanlar. Alloh sizga undan ham yoshini berdi ya Rasululloh. Alloh sizga undan ham go'zalini berdi ya payg'ambar alayhisalom. Nega hadib shu qari xotiningizni eslayverasiz deganlarida ko'zlariga qizil qon yugurib ketib, vujudlari titrab ketib bitta so'z aytibdilar. Ey Oysha, qo'lingizdan kelsa Hadijamga o'xshagan xotin bo'ling deb chiqib ketgan ekanlar. Bu gap